İkinci ders Y, vu, yu. Biz ikinci derste Y, vu, yu qatarlıq 3 dana taq yunmuni ögünümüz. Aval Y degan taq yunmuni ögünayli. Birinci parça resimde kiyim sızılgan bulup, kiyimni xanzucha yifu deb o'qiymiz. Yifu deki yi-ni taksi talaffuz qilsak, bu dal taq yunmu yi-ning talaffuzi bo'ladi. Qani kichik do'stlar, menga aytib o'qinglar. Yi to'rtun belgisini qo'yib talaffuz qilsak, yi, 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 yi. Kichik do'stlar, shuningga diqqat qilishinglar kerakki, agar i'ning ustiga ton belgisiga qo'ymoqchi bo'lsak, ustidagi chekitni ilib etib, andin ton belgisini qo'yamiz. Endi biz taq yunmu vu ni o'rganayli. Rasmda bir qog'ning rasmi chizilgan bo'lib, qog'ini xanzucha vuya deb o'qiymiz. Vuya deki vu ni taksi talaffuz qilsak, bu dal taq yunmu vu ning talaffuzi bo'ladi. Vu. Endi biz vu ning ustiga ton belgisini qo'yib o'qib boqaylik. Vu, 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 vu. Axırda biz taq yunmu yu ni o'rganamiz. Rasmda Bilijonning kipikcha chiqarayotgan ko'rinish chizilgan bo'lib, uning shakli biz o'rganmoqchi bo'lgan yu ga o'xshaydi. Biz yu ni taksi o'qsaqla, bu dal yu ning talaffuzi bo'ladi. Biz endi yu ning ustiga ton belgisini qo'yib o'qib boqaylik. Yu, 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 yu. Kichik do'stlar, biz yuqorida 6 dona taq yunmuni o'rganib bo'ldik. Bu taq yunmularni talaffuz qilganda jarangliq talaffuz qilamiz. Og'zimizning shaklida cho'ng o'zgarish bo'lmaydi. A ni talaffuz qilganda og'zimizni eng cho'ng ichib jarangliq, iniq o'qiymiz. Qolgan 5 yunmuni o'qiganda og'zimizni bargan sari kichik ochamiz. Ham bir-biridan yenik o'qiymiz. Qani kichik do'stlar, biz yuqorida o'rganib o'tgan 6 taq yunmuni yana bir o'qib boqaylik. A, o, i, vu, yu. 手指 barmoq,头 baş, 棋子 bayrak, 钓鱼 balık tutmak, 鱼 balık, 面包 bulka, 婴儿 boğak, 脖子 boyun, 云 bulut,
鼻子 burun,瓶子 butulka,头发 chach,